Cobalt H deydigan akalar, sizlar bir kunda qancha chang yutib zaharlanayotganinglarni bilasizlarmi? Nima unaqa deyapman? Salon filtri yo'q ekan, zavodskoy turadigan joyi bor, lekin salon filtri yo'q. O'zi mana bu filtr 50 ming so'm turadi, lekin zavoddan qo'ymasdan chiqarilar ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga bu filtrni oson qo'yish yo'lini ko'rsatib qo'yaman. Jeep'e Cobalt'pa, Cobalt! Audi'ma Cobalt'pa, Cobalt! Kamaz'ma Cobalt'pa, Cobalt! Gazel'ma Cobalt'pa, Opel'ma Cobalt'pa, Men'ma Cobalt, Men'ma Cobalt. Salon filtri bardachokning orqasida joylashgan bo'ladi. O'ng tarafda va chap tarafda ilmog'i bo'ladi. Sal qiyshaytirib turib tortsangiz, osongina chiqadi. Keyin ichini ochganimizdan keyin ikkita quloqchasi bo'ladi. Shu quloqchasini shunday olib turib mana ochamiz. Ichida nima bor? Hech narsa yo'q. O'zi e'tibor bersanglar, saloni eng ko'p chang bo'ladigan mashina bu Cobalt mashinasi bo'ladi. Filtrni shunday mana masjidga tiqib qo'yamiz, bo'ldi. Teskarisi, o'ngisi yo'q. Qopqog'ini yopib eshikdan chiqmasin, bardachokni yana boyigidek yopish juda ham oson, shunday yopib qo'ysanglar bo'ldi.